mansabda izolyatsiyada havo yaxshi bo'lishi kerak. Izolyatsiyasi bilan, birinchi o'sha so'ng izolyatsiyasi, bazalti bilan qancha qanday bazalt qilamiz bu yoqqa? Ikkita odam yetadi. Ikkita odam bir haftada chiqib ketadi. Bir hafta ham ko'p. Kanyokda ochsa ertaga chakka o'tkazmaslik ehtimolini ham ko'rish kerak-da. Hozir kanyokdan ochsaydi endi. Havo yuradigan bo'lsa, lekin ertaga chakka ham o'tkazib olmasligi kerak-da. Kanyokka hozir importi bor, o'zimizniki bor. O'zimiznikilarga yasattirsangiz bo'ladi, keyin olib kirishadi kanyokka. Tayyor kanyok. Man agar shu lombos qilmagan bo'lardi. O'sha izolyatsiya bilan ham izolyatsiya, ham lombos o'sha lombosda bu hozirgi o'sha bizning ota-bobolarimiz paytida zo'r sistema bo'lgan, boshqa sistema ham bo'lmagan. To'g'risi, to'ppa-to'g'ri. Loy qamish aslida. O'sha effekt beradi. Hozir ham qilyapti lombos. Men qarshiligim yo'q. Yo'q, biz qilganmiz narigi uylarda lombos. Men issiq zo'r urishyapti. Hech kim shu paytgacha qilgan ishimizdan men plita qilmayman. Mana bitta bunda plita qildim. Tomga har doim lombos qilganman. Hech kim jalba qilmagan. Endi lekin hozir aytganingizdek yangi sistemaga kelyapti. Endi hozir ko'pchilik bunaqa mansabda ham qilib o'tirmayapti, ochiq hovli qilyapti. To'ppa-to'g'ri. Men keyingi proyektimni o'ylayapman. Men ham ochiq hovli qilsam kerak. Terrasali. Terrasali. Chunki ikkita uchta joyga bordim, ko'rdim. Terrasa vроде бы oldin momo edi, suv o'tkazib oladi, qor chiqib ketadi. Zo'r. Shundan olib kelyapti, uklonni olib kelyapti, suv ketadigan joyga elektrichеский anaqasini spiralini qilyapti. Qor kelib to'planadi. Shunda elektrichескasi yoqadi. Qorni shu kelgan qorni eritib suv chiqaryapti. Men loyihachim shunaqa narsani ko'rsatib berdi. Razoklonkani to'g'ri qilsa bo'ldi, ani slifni qilib turib. Endi o'ta ham izolyatsiya pirogini to'g'ri qilib olish kerak. Chunki terrasani har xillari bor. Foydalaniladigan terrasa sizning xonangizda. Bu foydalaniladigan terrasada shu zo'r решениyalar qilsa bo'ladi. DPK, chim, basseyn. Ha, basseyn emas, ko'pchilik lekin kuxnya chiqarayotgan ekan. Lekin kuxnyani endi haqiqatda mana o'sha bu yoqda ancha havosi baland, qo'ni qo'shningizni gap so'zini eshitmaysiz. Chim bo'ldi, ani pastda ovqat qilganingizda ko'r tepada havo qo'shnilarga chiqib ketyapti. Qozon o'choqlarini ko'ryapti, letniy joylar qilib qo'yapti. Men havosim keldi. Nechta terrasani ko'rib, havosim keldi. Umuman uyda boy ketganingizda hid ham bo'lmaydi. Hid bo'lmaydi. Qo'shnilarni oldida xijolat bo'lmaydi. Qo'shnilar gapirayotganingizda eshitib qolarmikan, gapimni boshqa qilib qolarmikan deb o'tirish ham shart emas. Tepada o'zingiz oilaviy qilib zo'r narsa решение qilishyapti. Men inshaalloh keyingi proyektimga dedim, shunaqa qilib o'zimcha o'ylab qolaman. Barakasini bersin. Siz faqat uy egalari taraf ekansiz, aka. Yo'q, aytaman, biz sotamiz, qo'yamiz, lekin uy egalari bizdan ketimizdan duo qilsin. Yo'q, to'ppa-to'g'ri, aka. Meni ham maqsadim shu. Meni holimda siz uy egasizda hozir. Endi bularga lombos bor-ku, u faqat uhud talab qiladi. Men qarshilik yo'q, lekin mening vazifam undan alternativalar bor. Lombos ham bor, faqat izolyatsiya hozirgi zamonaviy variantlar beradigan yechimmi, lombos necha santimetr berishini aytsam, odamlar yo'q deyishyapti. O'sha endi hozirgi olgan egalari bilan mana shunaqa byudjet bunaqa, bunda byudjet bunaqadir. Bo'lsa, haqiqatan. Qachon tushib bera olaysizlar, aka? Xo'p, bo'lsa. Biz bugun kech payti aytsak, To'rqo'ngdan aytiladi. Shanba, yakshanba dilerlanskalar ishlamaydi. Bozordan olsa bo'ladi. Bolalarni qarab olamiz. Qo'yiluvdi Xonobodda 150 kvadrat, xuddi shu sistema. Ular 3 ta sloy yo mevatda yo bazalt tanladilar hozir. 1 kvadrat deganda, yana bitta narsani tashib ketaylik. Sanjay, 1 kvadrat deganda mana shu tom, misol uchun 5 metrga, bunaqasi 7 metr yurdi. 35 kvadrat hisob qilinadi, to'g'rimi? Uni ichiga kelgan materialdan bilib olsangiz bo'ladi, lekin atxodini hisoblab. Chiqarib tashlang. Yo'q, siz qanaqa ishlaysiz? O'sha mendachi mana bunaqa kvadratni qanaqa chiqarasiz? Material imkon qadar men harakat qilaman, o'zim bo'ynimga olishga, uy egasiga tushuntiraman. Atxod ham sizga anaqa ishlamasin. O'shani hisobiga bolalarga aniq hisoblatiraman, chunki agar ortiqcha bo'lsa, bolalarni o'zini bo'ynida ustaran, o'zini bo'ynida bo'ladi. Shunaqa kelishuvimiz bor. Imkon qadar to'g'ri hisoblashga harakat qilishadi. Bu yerda hozir tashqisi 83 bo'lsa, ichkisi 70 ta. Tashqi 83 dan mana 1 metrcha ko'tarilgan tom bo'lsa, taxminan qancha bo'ladi? Taxminan qancha bo'ladi? Siz Toshkentlik tomchi o'zimizni bolalar dedingiz, ulardan bitta hisoblating. Men o'zim bolalarim. O'zi biladi, menimcha Muzaffar aka. Solishtiramiz. 118 mi? Ikkalamiz bilib olamiz, qaysi biri qanaqa ustaligini o'rtasini olamiz. Men ham taxmin 100 deb aytdim. Chunki 83 tashqi chiqdi kadasida. 30% ko'paytirsang 24 bo'lsa, 107 108. Ular bilan bizdagi izolyatsiyadan keyin bitta solishtirsak. Bo'ldi. Mana shu to'g'ri bo'lsa kerak. Rahmat, maslahat uchun. Alloh rozi bo'lsin. Biz ham bir o'sha yangi egalar bilan bitta maslahat qilib, keyin aloqaga chiqamiz. Chunki ular tanlov bo'lsa, siz bilyapsizku nima? Qanaqa? Yo'q, men aytdim-ku, o'sha bizdan keyin duo qilsalar bo'ldi bizga. Shunisi kerak. Chunki siz bilyapsiz, kerakligini hamma endi noto'g'ri tushunadi. O'sha joyimiz bizning vazifa, sizniki ham menimcha komfort uchun do'sti. Ha, yashaydigan-ku. Bu anu biz mendan ketguncha, egasiga yetguncha emas-da endi. Bo'ldi, aka. Shunga xo'p, hamma savollarga javob bera oldimmi? Bo'ldi. Savollaringiz bor. Yo'q, cho'tki. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga. Charchamang. Sog' bo'ling. Xo'p.